xonali tayyor patkulush mebellari bilan, remontlari bilan 2 xonali kvartira topib qo'ydim. Sizlar bilan obzorini bitta tomosha qilamiz. Mana bu turgan joyimiz bitta zal, remontlarni qarang, cho'tka qilib qo'yishgan, hamma shart-sharoitlariga ega. Xo'p, o'zini konditsioneri bor, mana mebel jihozlari bilan, televizorlar bilan hamma yo'q bilan shundoq sotilib qo'yildi. Xo'p, asosiy eshikdan kirishimizga mana bu yerda bitta koridor. Koridorni ham qarang, bu bilan cho'tka qilib zo'r qilib qo'yishgan. Xo'p, kirishimizga mana bu yerda o'zini sanuzeli, vannaxonasi. Vannaxonasini ham yaxshi, kafellarni yopishtirilgan. Bu tomoni mana oshxona. Oshxona ham kuxunli mebellari, dush ko'ntirlari hamma yo'qlarni shunday kelasiz-ku, hamma kiyim-kechagingizni olib kelasiz-ku, shunday yashaysiz. Hamma yo'qlar tayyor holatda. Eshiklarni ham MDF mana chiroyli holatda turibdi. Xo'p, mana maytimiz bitta zal, konditsionerlari bor. Xo'p, bu kvartiramiz 4 qavatli binoda 4-qavatida bo'lyapti. Mana bu yerda spalni. Spalni ham barcha mana spalni garniturlari hamma yo'qlari qoladi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona shahar, Kalinskiy massivda, Ansor orqasida, mebel choyxonaning yonida. Xo'p, 4 qavatli binoda 4-qavatida remontlar bilan tayyor patkuluch. Kelasiz, shunday kiyim-kechangizni olib kelasiz, yashaysiz. Xo'p, narxini 25.500 ga baholandi. Keling, ko'ring, yoqsa ozgina tushib ketadigan joyi bor.